Allomalarning aytishicha, ulug'lar bilan suhbat qurishning eng yaxshi usuli bu kitob o'qishdir. Kitob va qahva loyihamizning navbatdagi sonini boshlaymiz. Assalomu alaykum. Kitob va qahva loyihasining bugungi mehmoni Samarqand viloyat hokimi o'rinbosari, viloyat oila va xotin-qizlar boshqarmasi boshlig'i Zibo Saidova. Assalomu alaykum. Xush kelibsiz loyihamizga. Rahmat. Tomoshabinlar ancha ko'nikib qolishdi. Biz loyihamizga asosan kitobxon rahbarlarni taklif qilyapmiz va ular orasida umuman kitobxonligi bilan mashhurlari o'ylab qarasak anchagina ekan. Ularning orasida Zibo Behbudovna ham bor. Avvalambor umuman bugun rahbar ayol, rahbar inson kitob o'qishga vaqt topa olyaptimi? Vaqt topolganda o'sha kitobni tahlil qilishga, u kitobni deylik bir bemalol o'qishga qanchalik e'tibor qarata olyapti? Shu haqida biroz fikrlaringizni aytib o'tsangiz. Kitob o'qish uchun aslida vaqtni izlash kerak emas. Kitob o'qish bu ehtiyoj sifatida qabul qilish kerak va shu ehtiyojini qondirish uchun inson baribir xohlaydimi yo'qmi vaqt ajrata oladi. Xoh ertalab bo'lsin, xoh kechqurun bo'lsin, birozgina bo'lsa ham shunga vaqt ajrata oladi. Kitob uning uchun nima deydi, bir dam olish vositasi ham bo'lishi mumkin rahbar ayol uchun. Siz shaxsan qaysi paytlarda ko'proq kitob o'qiysiz? Men imkon qadar bo'sh vaqtimda hamma vaqt qo'limda kitob olib yurishga harakat qilaman-da. Shu bo'sh vaqt topdim deguncha shuni varaqlashga, tahlil qilishga harakat qilaman. Lekin men afsuski bunday holatlar juda ham ko'p bo'lmaydi, lekin harakat qilaman. Lekin ba'zida o'sha qiziqib qolgan kitobingizni odam harakat qiladi tezroq shuni o'qib tugatishga. Boshini boshlaysiz, shu qiziqish uyg'otdimi shu kitob sizda? Shu oxiri nima bo'larkin deb tezroq shuni o'qib tugatishga harakat qilasiz. Shu kunlarda ham shunaqa holat bo'lganmi? Bo'ldimi? Shu kunlarda ham shunaqa holat bo'ldi. Yaqinda mutaxassislarimdan biri farzandlari uchun kitob olib kelgan ekan. "Qanday kitob sotib olding?" deb qo'ldan oldimda, qarasam ota, Ulug'bek Hamdamning ota kitobi ekan. Qiziqib qoldim shu kitobni. "Berchi bir qarab chiqaychi" dedimda, shuni 2 kunda o'qib tugatdim. Men o'zi ko'p katta kitob emas, bir kunda o'qib tugatish mumkin, lekin men shu ishim bilan bog'liq bo'lgani uchun bir kunda o'qib tugatishga vaqtim bo'lmadi, lekin 2 kunda tugatishga harakat qildim shu kitobni. Qiziqqanimdan. Juda chiroyli, yaxshi yozilgan asar ekan. Aynan bir qizni, ayolni taqdiri ham u yerda nima qilingan, ochib berilgan. Shuning uchun qiziqib qolgan kitob uchun vaqt topishga odam harakat qiladi. Ko'proq ishda, ish jarayonida shunaqa vaqt to'g'ri kelib qoladimi yoki uydami? Yo'q, ish jarayonida unchalik vaqt topolmaymiz, chunki ish o'z nomi bilan ish. Har kuni belgilab qo'yilgan grafik asosida bir rejalashtirilgan ishlar bo'ladi. Asosan ertalab yoki kechqurun ish vaqtidan keyin vaqt ajratishga imkon bo'ladi. Demak, sizga sokinlik paytida o'qiladigan vaziyat bo'lishi kerak, shunaqami? Ish jarayonida o'qigan kitobingizda baribir diqqatingizni bir joyga to'plab ola olmaysiz. Endi men ish deganim misol mana yo'ldami bo'ladi-ku, sizlar baribir safarga chiqasizlar. Albatta, safar jarayonida ham, yo'lda ham bemalol sizga deylik shovqin yoki sukunatni farqi yo'q, demak shunaqami? Sukunat bo'lsa nur ustiga nur. Aytmoqchi bo'lganim, ota asar hozir kichkina deyaptilar, lekin anchagina salmoqli-da, u ham 200 betdan oshiq 2 kunda o'qib tugatish juda qiyin narsa. Ayniqsa rahbar doimiy ravishda murojaatlar qabul qiladigan inson uchun. O'sha tumangami, qayergadir borganingizda yo'l-yo'lakay ham demak o'qiysiz-da siz vaqt. Imkoni bo'lganda o'qiyman. Zebo opa, sizni kitob bilan bog'lagan o'sha ilk xotiralaringizni eslaysizmi? Asli meni savodim 4 yoshimda chiqqan. Men 4 yoshga kirgan paytim opam maktabga 1-sinfga borganda, u o'qib kelgan narsalarni maktabda menga o'rgatmasi qo'ymaganmanda. Kelib menga ustozlik qilgan 1-sinf opam, o'qishni o'rgatgan. Shu o'qishni to'liq o'rganib olgandan keyin uyimizda mo'jazgina kutubxona bor edi. Ziyoli oilada tug'ilganmiz. Ayam ona tili va adabiyot o'qituvchisi. Dadam injener. Shu uydagi o'sha kutubxonamizni dadam shunaqa joylashtirgandilarki, yoshiga qarab. Bolalar adabiyoti alohida, kattalar o'qishi mumkin bo'lgan kitoblar alohida edi va bizga o'sha kattalarga xos bo'lgan, kattalar o'qishi kerak bo'lgan kitoblar turadigan javonga yaqinlashishga ruxsat yo'q. Shu bolalar adabiyoti terilgan javondagi kitoblarni o'qishga ruxsat bor edi. Shu kitoblarni o'qib bo'ldik. Uydagina ustiga yana so'rovimizga qarab dadam olib kelardilar va bundan tashqari mahallamizda juda katta kutubxona bor edi.
shu kutubxonaga deyarli har kuni bo'lmasa ham kun ora kamida bir haftada 3 marta borib kitob almashtirib kelardi. Uydagi shunaqa katta bir kutubxonadan tashqari siz yana Shunday. mahallani Mahallani kutubxonasidan kutubxonasidan foydalangansiz. foydalanardik va tez o'sha o'qigan kitoblarimizni olib borib yangisiga almashtirib kelib o'qishga harakat qilardik. Shu yodingizda qolgan kitob, o'sha bolaligingizda yodingizda qolgan Birinchi kitob. o'qigan kitobingiz. Endi birinchi o'qigan kitobim deb aynan bitta kitobni ayta olmayman, lekin Xotirangizda qolgan. xotiramda qolgan kitoblar Xudoybek To'xtaboyevning Sariq devnimi deb asarini o'qimagan bola bo'lmasa kerak. Biz ham xuddi shunday bolaligimizda mana shu asarni juda ham qiziqib o'qiganmiz. Umuman kitob bilan bog'liq mana bolaligingizda deylik o'sha ota-onangiz qarshilik qilgan holatlar bo'lganmi? Deylik juda ko'p haddan tashqari kitobga berilib ketgan holatda. Yo'q, kitob o'qishimizga ota-onam hech qachon qarshilik Qarshilik qilmagan. Yo'q. Ishimiz qolib ketib, belgilangan bizga aytilgan vazifa qolib ketib kitob o'qisak ham tanbeh eshitsakda, lekin urushmagan, Taqiq yo'q. qattiq taqiq yo'q edi. Qanday yaxshi imkoniyat bo'lgan oilada, to'g'rimi? Umuman har bitta o'sha kitobxonlik aslida oiladan boshlanadigan mana yaqqol misolida bu narsa, to'g'rimi? Shunday. Muhit bo'lsagina bolada kitob o'qishga qiziqish bo'ladi. Ko'pchilik savol beradi, aytgandim-ku sizga ham bolalarni qanday kitobxon qilish mumkin degan savol beriladi. Endi biz shu atmosferani ichidamiz. Bolam kitob o'qishi uchun nima qilay deyishadi. Men aytaman, o'zingiz kitob Avvalo o'qing. o'zi o'qish kerak O'zingiz ota-onam. o'qing degan javob Shundagina beraman. bola ergashadi keyin. Zebo opa, kitob odamni aqlan yuksaltiradimi yoki qalbanmi? Nima deb o'ylaysiz? Qalb bilan aqlni ikkiga ajratishning imkoni yo'q. Har ikkalasiga ta'sir qiladi kitob. Kitobni o'qir ekansiz, u aqlan fikrlashingiz oshadi, narsalarni tahlil qilishga erishasiz, dunyoqarashingiz oshadi va uni qalb bilan his qilasiz. Kitob har qanday insonni o'zgartirish qudratiga ega. Xalqni orasida o'qigan, o'qimagan degan nima yuradi, fikrlar yuradi. U o'qiganda, bu o'qimaganda shu uchun fikr bunaqa yo'q. U aynan nima deydi, fikrlashi, dunyoqarashi oshishi uchun aynan oliygohda o'qishi shart emas. Mana shu kitoblarni o'zi insonni tarbiyalaydi. Badiiy adabiyot insonni tarbiyalaydi. Rahmatli ayajonim qaynonam hech qayerda o'qimaganlar, uy bekasi edilar. Lekin u kishini fikrlashi, u kishini badiiy adabiyotni tahlil qilishi. Men masalan filolog bo'lsam ham, qaynonam mendan ko'ra ko'p kitob o'qiganlar. U kishini dunyoqarash, u kishini fikrlariga men tan berardim-da. Shunchalik kitob insonni qalbini ham, ruhini ham yuksaltirishiga men shunda guvoh bo'lganman-da. Shu kuzatardim. Qishloqda yashardik, endi shu bir parcha qog'oz o'choqqa shuni tutantiriq sifatida yoqilishi kerak bo'lsa ham, shuni avvalo o'tirib qarab o'qib chiqardilar. Bu nima ekan? Kerakli narsani men yoqib yubormayapmanmi? Yoki bir qiziqroq narsa bo'lsa chetga olib qo'yadilar, vaqtimni topib o'qiyman. Men shunda hayron qolardim-ki, demak, o'qish bilan o'qishni farqi bor, farqi katta va badiiy adabiyot inson tarbiyalashga juda katta rol o'ynaydi. Demak, qaynonangiz ham sizga qanaqadir ma'noda turtki bo'lgan. Albatta. Zebo opa, kitob siz uchun bir ichki aqliy mehnatmi yoki dam olishmi? Dam olish. Dam olish. Kitob o'qisa inson ancha ruhan nima deydi, tiniqlashasiz, dam olasiz, nimadir o'rganasiz, nimadandir xulosa qilasiz. Yuqorida aytyapsiz-da, baribir oliy ma'lumotli bo'lish shart emas. Hozir to'g'ridan to'g'ri asosan xotin-qizlar bilan ishlaysiz. Ular bilan muloqot jarayonida ham bu narsani o'zingiz bevosita his qilsangiz kerak, to'g'rimi? Albatta. O'sha kitob o'qigan xotin-qizlarni murojaati bilan va kitobdan va umuman hozirgi kunda mana shu xotin-qizlar orasida mana shu holat qay darajada deb o'ylaysiz? Kitobxonlik darajasi qay darajada deb o'ylaysiz? So'nggi yillarda birmuncha o'zgarishlar bo'lyapti. Qiziqish bor, u kuzatilyapti, sezilyapti. O'rtada biroz muddat kitobga nisbatan e'tibor juda uzilib qolgan edi. Lekin hozir mana kuzatyapmiz, ayollarimiz ham ancha-muncha kitob o'qishga qiziqib, bo'y aytganingizdek farzandlari uchun majbur bo'layotganlari ham bor o'qishga. Va o'sha murojaatchilar, keladigan ayollar bilan gaplashganda ham bu yaqqol seziladi. Kitob o'qigan insonni baribir xohlaysizmi, yo'qmi, o'zini tutishidan tortib, nima deydi, gapiradigan gapigacha boshqa o'zgarish bo'ladi, boshqacha bo'ladi. U o'zini qayerda nimani gapira olishni, qanday fikrlashni, umuman kitob o'qigandan keyin u o'qigan kitobidagi taqdirlar bilan o'zini solishtiradi-da. Tabiiyki. Shuna bir xulosada chiqarib, shu asosda bir nima deydi, hayotiy narsalarni fikrlashni o'rganadi. Agar adashmasam, Oqdaryoda bir mahallada
ishlaydigan xotin-qizlar faoli o'sha oiladagi oilaviy kelishmovchiliklar deylik, o'sha xotin-qizlar bilan bog'liq muammolarni kitoblar orqali hal qildim degandida. Judayam yaxshi bir tashabbus qilgan ekan o'sha opa, ya'ni o'zini mahallasida kutubxona tashkil qilganda o'sha oilasida ajrimga duch kelgan yoki ajralishga urinayotgan oilalarni, xotin-qizlarni, ayollarni albatta bitta kitob berib yuborar ekan. Ana shu kitoblarni o'qib kelganda keyin gaplashamiz der ekan. Eng qizig'i mana shu kitoblarni o'qigan ayollar o'sha ajrashishdan voz kechyapti-da, ya'ni o'sha oilasini yaxshilashga harakat qilyapti-da. Mana shunaqa tashabbuslar bo'lyaptimi hozir ham? Yana davom etyaptimi? Davom etyapti. Bu o'sha xotin-qizlar, mahallada faoliyat yuritadigan xotin-qizlarning har bittasiga bu tavsiyani berganmiz. Nima deydi, uyda nizo bo'lib turib, ajrashishga qaror qilib, shoshma-shosharlik bilan shunaqa xulosaga kelgan yoshlar birinchi o'rinda mahallaga murojaat qiladi-da. Chunki mahalla ular haqida ishlaganligi dalolatnomasini yozib bermasa, ular sudga murojaat qila olmaydi. Shunday paytda xotin-qiz faollarimiz har ikkalasiga ham, ayolga ham, erkakka ham shunaqa ruhiy nima deydi, holatlar ochib berilgan kitoblarni taqdim qilishadi-da. Mana shularni o'qib kelib, menga mazmunini aytib bersangizgina, men sizni shu kitobni o'qiganingizni bilsamgina keyin sizga kerakli hujjatni rasmiylashtirib beraman degan holatda shu kitoblarni o'qib, kitobni qaytarib olib kelib rahmat aytib ketgan oilalar bor. Yana o'zim guvoh bo'ldim. O'zingiz masalan jazoni ijro etish muassasadagi xotin-qizlarni ham kitobga undaganingiz haqida guvohi bo'lgandimda. Shu haqida ham bir gapirib bering. Pastdarg'om tumanidagi Manzil koloniyaga bordik. Kutubxonasi bilan tanishdikda, shu yerda ayollar bilan kutubxona sizlarga ma'qulmi? Qay darajada sizlarning ehtiyojlaringizni qondiryapti? O'qigan kitoblari haqida suhbatlashganimizda ularning ichida ham rosa ko'p ekan kitobga qiziqqanlari, o'qiydiganlari, kemtirikdalar aytishdiki, biz bu yerda qiziqqan kitoblarimizni o'qib bo'ldik deyarli. Yana ham bo'lsa, yaxshi bo'lardi. Ehtiyoj bo'lgan. Endi u yerda har xil toifadagi ayollar bor. O'zlari o'qimishli, ziyoli bo'lib turib, qanaqadir bir hayotning xatoligi sababli shu yerda o'tirganlari ham yo'q emasda. Keyin menda fikr tug'ildiki, shu yerda sayyor kutubxona tashkil qilishdi. Va Pushkin nomidagi kutubxona rahbari bilan kelishdimda, sayyor kutubxona shu yerga tashkil qildik. Ma'lum miqdordagi kitoblarni olib borib, ular o'qib bo'lgandan keyin qaytarib olib kelib, yana shuni yangisi bilan to'ldirish jarayonini yo'lga qo'ydik. Bundan ular juda ham xursand bo'lishdi. Juda ham zo'r tashabbus. Xursand bo'lishdi. Endi qanaqadir bir bunaqa holatda nima qilish mumkin? Mablag' ajratib deylik yoki qanaqadir bir homiylar hisobidan kitob olib borib qo'yish mumkin, lekin boyagidek yana uni o'qigandan keyin yana ehtiyoj paydo bo'ladi va hozir rahbariyat tomonidan ularga mahkumlarga ham shunaqa imkoniyat berildi. Qancha ko'p kitob o'qiganiga qarab, ularni o'sha jazo muddati kamaytirish jarayoni kunlik kecha yaqindagina prezidentimizning qarorida bu narsa ham ular uchun bir imkoniyat. Zebo opa, o'sha mana aytyapsiz-ku, ayollar bilan suhbat jarayonida deylik o'sha qanaqadir jazosini o'tash davridagi ayollarmi yoki umuman o'sha qanaqadir sizni oldingizga muammo bilan keladigan ayollar bo'lsa, ularga o'zingiz aynan qanaqa kitoblar tavsiya qilasiz? Aslida kitob bu odob, tarbiya o'chog'i. Uni ajratishni o'zi ham nima deydi, salgina nimaga noto'g'ri. Har qanday kitob qaysidir tomonlama insonga bir ibrat beradi. Har qanday birorta badiiy adabiyot yo'qki, u yerda bir oilani taqdiri yoki bir ayolni kechinmasi, bir nima deydi, ayol kishini taqdiriga bog'lanmagan joyi bo'lmasa. Har qanday badiiy adabiyotda oila mavzusi ko'tarilgan. Oila mavzusi bor, ayol mavzusi qisqagina bo'lsa ham baribir bor. Shuning uchun nima birini ko'rib fikr qil, birini ko'rib shukr qil deganday, ayollar har bir o'qigan kitobidan ibrat ola olishiga men ishonaman. O'zingiz qaysi kitobdan to'yib yig'lagansiz? Qaysi kitobni o'qib juda ham bir ta'sirlangan holda yig'lagansiz? Har bir kitob o'ziga xos. Har qaysi hech mana deylik esingizdan chiqmaydigan holat. O'tkir Oshiyev asarlarini juda yaxshi ko'raman. Ayniqsa o'sha Ikki eshik orasi kitobi yillar davomida, masalan, bitta qilingan xatoni qanchadir yil o'tib ketgandan keyin ham o'zini ta'sirini o'tkazganlik holatlari juda chiroyli ochib berilgan. Yoki o'sha tushda kechgan umrlar, yoki Tohir Malikning asarlari. Umuman har bir yozuvchi o'ziga xos. Demak, hammasida qaysidir ma'noda ta'sirlanasiz. Shu farzandlarim kichkina paytida o'sha aytganingizdek Tohir Malikni o'sha bir kitobini o'qib beraman dedim. O'tiringlar sizlar dedim. Men o'qib beraman dedimda.
keyin ular ehtimol juda yosh edi. Mayli, muhimi eshitmasa ham, lekin shu narsani bir o'zlarida singdirsin. Ona kitob o'qib beryapti va o'sha narsani bir shakllansin degan ma'noda kitob o'qib bera boshladimda. Keyin ishonasizmi, o'sha kitobdagi voqealardan o'zim yig'lay boshladim. Keyin bolalarim kulishdi-da, "Aya, siz dedi o'zingiz o'qib o'zingiz yig'layapsizmi?" deb. Shu aytmoqchimanki, har qanday kitob baribir ham insonga demak ta'sir Mana qiladi. yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda ham juda ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi. Yashamoq. Yashamoq. Shunday. Juda ko'pchilik aytdi shu kitobni Juda ham o'qiganlar qayg'uli, juda ham qayg'uli. Haqiqatan ham insonni umri davomida o'sha kattalarni qo'ygan xatosini farzandlar tortishi, qanchalik qiyinchiliklar boshqalar shu taqdirga nima deydi, bir shukr keltirmaganlik holatimi boshqami? Shuni o'qiganingizda bir insonni boshiga shuncha tashvish tushishi mumkinligini ko'rib turib, haqiqatan bir qayg'u, qanday ko'zingizga yosh keladi. Yo'q, mana yaqinda o'qiganim o'sha ota asarida ham otani o'zini nima deydi, bir erkaklik g'ururi, oriyatiga chidolmasdan o'zini farzandini, o'zini qizini qotiliga aylanishi ham juda bir kishini larzaga soladigan narsada. Albatta, o'sha har qanday asar qaysidir ma'noda qalbni yumshatadi, ruhni yuksaklikka olib chiqadi va biz shu bilan kitobning ta'siridan bir zavqlanamiz, kezi kelganda qayg'uga tushamiz va bu bizga o'ziga xos bir keyingi yashashimizda bir nima bo'ladida, ibrat bo'ladi, to'g'rimi? Ibrat bo'ladi deb men aytmoqchi emasman. Mana shu qahramon, chunki bugun shunaqa kitobxonlar paydo bo'layaptiki, deylik o'sha Jamila asari, Chingiz Aytmatovning klassik adabiyot asari, lekin uni boshqacha talqin qilish, ya'ni u qahramon tanqidiy ruhda qarash, ya'ni unga o'xshashimiz kerak emas-ku degan bir holatlar, shunaqa bir kitobni ochiqdan ochiq bir boshqacha bir tahlil qilish holatlari ham ming afsuski shunaqa tendensiya ketyapti-da. Anna Kareninani misol deylik uni deylik yomon salbiy qahramon sifatida talqin qilish, undan nima ibrat olamiz degan hammasidan ibrat olmaydi aslida. Qaysidandir xulosa chiqaramiz, to'g'rimi? Salbiy qahramonlarni shunday ibrati bo'ladiki, siz o'sha salbiy qahramonda ko'rgan fazilatlarni o'zingizda mujassam qilishdan voz kechasiz. Uni ham o'ziga yarasha nimasi bor. Ibrati bor, ta'siri bor. Ko'ryapsiz, o'shandagi ozgina hislat sizda salgina bo'lsa ham aks etayotganini ko'rsangiz, darrov shundan voz kechishga harakat qilasizki, yo'q, demak bu noto'g'ri ekan. Men shunaqa qilmasligim kerak ekan. Agar adabiyot faqatgina ijobiy qahramonlardan iborat bo'lganda edi, u insonga shu qadar ta'sir qilmagan bo'lardi. Albatta. Ijobiy qahramonlar bilan teng o'rinda salbiy qahramonlarni insonni tarbiyalashda o'rni katta. Chunki har bir adabiyot bu hayotdan olinadi. Hayotda bo'lishi mumkin bo'lgan va bo'lgan voqealardan kelib chiqadi yozuvchi. Kitobxonlik masalasida o'ylaymanki, siz mana bu oiladagi, bolalikdagi muhitni aytib berdingiz, lekin sizga shu tomonlama ham yana keyingi oilaviy bosqichda ham sizga bir omad kulib boqdi-da, to'g'rimi? Turmush o'rtog'ingiz bilan ham siz bemalol kitob haqida suhbatlashasiz. Uylaringizda shunaqa suhbatlar bo'lib turadimi? Albatta, uyimizda ham shunaqa suhbatlar bo'lib turadi va hozirgida ham mana sizlar shu suhbatga taklif qilgan jarayonlaringizda birdan men qo'ng'iroq qildim va meni shunaqa suhbatga taklif qilishyapti. Men nimalarga e'tibor qaratishim kerak? Menga maslahat nima qiling deb u kishi bilan ba'zi bir personajlar haqida ozgina muhokama ham qilib oldik yo'lma-yo'l. Va bu o'rinda haqiqatan ham oilaviy muhit katta o'rin tutadi, chunki oilada ham yo'nalishingiz bitta bo'lsa, qiziqishlar bitta bo'lsa agar nima deydi, bir boshqacharoq kayfiyat baxsh etadi. Tortishib qolasizlar? Albatta. Ba'zi masalalarda endi kitob bilan bog'liq. Xohlaysizmi yo'qmi, o'zini jins vakiliga nisbatan yon bosish insonda bu kuchliroq bo'ladi. Shuning uchun qaysidir bir kitoblarni qahramoni haqida gap ketganda tortishish holatlari ham bo'lgan. Feministmisiz deb opa? Bilmadim. Adekvatroq menimcha. Zebopa, endi blitz savollarga o'tsak, tez-tez savol beraman, qisqa javob berasiz. Qog'oz kitobmi yoki elektron kitob? Qog'oz. Bitta kitobni qayta-qayta chuqur o'qishmi yoki ko'p kitob o'qishmi? Ko'p kitob o'qish. Mahalliy mualliflarmi yoki jahon adabiyotimi? Har ikkalasi. Tunda kitob o'qishmi yoki ertalabmi?
Vaqtga qarab. Qahva bilan kitob o'qishmi, choy bilanmi? Menga choy bilan. Belgilab o'qishmi yoki shunchaki o'qishmi? Deylik o'sha sizga yoqqan satrlarni belgilaysizmi? Belgilash yaxshi foyda beradi. Umuman rahbar sifatida shakllanishingizda kitoblarning o'rni bo'lganmi? Nima deb o'ylaysiz? Qolaversa mana joylarda juda ko'p ma'ruzalar qilasiz, xotin-qizlar bilan uchrashasiz. O'sha yerda kitoblardan, o'sha mashhur kitoblardan iqtiboslar keltirish tajribasi bormi sizda? Rahbar inson uchun avvalo nutq madaniyati va notiqlik san'ati birinchi o'rinda turadi. Hozir aytganingizdek, ko'p joylarda nutq so'zlashga to'g'ri keladi, ma'ruzalar qilishga to'g'ri keladi. Bunda albatta kitoblarning roli katta. Kitob o'qigan odamni so'z boyligi ko'p bo'ladi. So'z boyligi oshadi. Bu o'sha o'zini fikrini chiroyli qilib chiqarib ifodalab berish uchun katta rol o'ynaydi. Va iqtiboslar keltirish bu tabiiy. Albatta yaxshi ko'rib o'qigan kitoblaringizdan o'sha mavzuga oid bo'lganlarni xohlaysizmi yo'qmi, ba'zan bu ixtiyorsiz chiqib ketadi. Suhbatlar. Atayin tayyorlab Yo'q. emas. Kelib qoladi o'zi. Shu mavzuga oid bo'lgani kelib qoladida, ixtiyorsiz aytib berasiz. Yoki bir parcha o'sha asardan, qaysi bir hikoyadan bir ozgina mazmun o'z-o'zidan kelib qoladi, aytib berishga majbur bo'lasiz shu joyda. Rahmat. Zebobek xonimni taklifimizga labbay deb javob berganingiz va tashrif buyurganingiz uchun katta rahmat. Chunki garchi kitobxon rahbarlar, kitobxon insonlar juda ko'p bo'lsa-da, lekin o'sha kitob haqida gapirib berishdan iymanadigan insonlar ham juda ko'p va bunga hech qanday monelik ko'rsatmay kelganingiz uchun sizga tashakkur bildiramiz. Kitobxonligingiz va umuman o'sha kitob o'qish saodati uzoq yillar sizni tark etmasin. Katta rahmat. Biz Sizlardan loyihalaringizga omad tilayman. Juda xursand bo'ldik. Nima deydi, viloyatimizni ayollarini boshqaradigan ayolni kitob o'qishidan, to'g'rimi? Shunday. Sizni kitobxon bo'lishingiz juda ham ko'p, misol viloyatimizdagi boshqa ayollarga katta plyus bo'ladi deb o'ylaymiz. Juda ham xursandmiz bu holatdan. Sog' bo'ling, xush kelibsiz. Katta rahmat.